Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Ligerman va bugungi videomizda men sizlarga qanday qilib to'g'ri world ochishni o'rgataman. To'g'ri eshitdingiz, qanday qilib to'g'ri world ochishni. Kanalimga obuna bo'linglar, videomga like bosinglar va men videoni boshladim. Birinchi bo'lib mana bu cheatsga kirasizlar va chatni yoqib qo'yasizlar. Qanaqa chat? Короче, kep inventarni yoqib qo'yasizlar bundan va mana bu yerga kirib show dice ni yoqib qo'yasizlar va show koordinatani. Bular ikkalasi ham juda kerakli narsa. Va mana buni bosamiz. Va bolalar, men kirish joyini kesib tashladim chunki u yer hech kimga qiziqmas. Va men hozir sizlarga bitta narsani o'rgatmoqchi edim, ya'ni night vision, ya'ni hammaga kerak bo'lgan, ya'ni Bedrockda mana bu fakkelni chap qo'lga olib bo'lmaydi, shuning uchun. Uning uchun cheatlarni yoqib qo'yishlaring kerak bo'ladi va buni o'zim tashlab qo'yaman sizlarga. Ya'ni sizlarga emas, kommentariyada bo'ladi. Mana night vision beradi. Masalan, mana bu tun qilamiz. Qanaqa teleport. Tun qildim, lekin menga hammasi ko'rinib turibdi. Va show dice mana bunga kerak. Show koordinati esa mana bunga. Va video yoqgan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar. Hammaga xayr do'stlar.